Ha aka xudo xohlasa shu ishlarni bitta obzor qilib qo'yamiz endi mana butgan holatida 06 ayna bo'ldi, balkon o'rtadan bo'ldi hamma yog'i. Xudo xohlasa mana chotki. Shillarni ruchkalari ham qimmatdan bo'ldi. Yonboshga ham eshik qo'yib berdik, keyin stupanga qilib chiqqani. Mabodo o'rtalarini bo'lib olsa. Ustaga bitta obzor qilib bering endi, chiroyli qilib o'z. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarga. Mana xudo xohlasa keyingi obyektimizni tugatdik. Fonni panorama aynali bo'lgan, Galyonning 06lik karishli bo'lgan. Buni alohida e'tibor berasizlar. Bu o'rtalari ham fonni balkon qonat bo'lgan. Buni Kattasidan bo'ldi-da usta. Nasimoy akamizga qo'yib berdik. Xudo xohlasa oynalari mana sinmaydi, xudo xohlasa bemalol Galyonning bo'lgan 06lik bolalar to'p tepib o'ynasa ham bemalol behijolat qo'yib bera olasiz aka. Romlari ham ochilish panoramacha pastgacha bo'lgan, bu chegadan beshik qo'yib berganmiz. Qolgan romlar hammasi pastgacha ochila oladi. Bu eng zo'r tarafi aynaydi, mana qishda issiq bo'ladi, ichkari yozda salqin qilib beradi, xudo xohlasa. Buni o'rnatib qo'yib ishlamasangiz ham bo'laveradi aka, bu o'zi barakali-da bu eshik romlar, barakasi bor. Uyda maza qilib kino ko'rib yozsiz ham o'zi pul sizni quvvat bera oladi aka. Eshiklar ligirovkalarni ham bir ko'rsatib bering endi. Yangi BYD eshiklari bor-ku, bu ham bunaqa olmaydi bor. Tulib ko'ryapsizmi? Zamonlar ham xudo xohlasa o'ta original zamonlar qo'yib berganmiz. Bemalol murojaat qila olasizlar, nomerlar pastda qoldiramiz. Qanaqa xizmat kerak bo'lsa, bundan boshqa ranglari ham bor. Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Vodiy bo'yicha ustunovkalarni qilib bera olamiz. Razmerlar bo'lsa tashlasanglar, hisob-kitoblar qilib beramiz. Divayni ayna degan divayni ayna hisoblarni ham qilib bera olamiz. Narxini bilib olsangiz kommentariyada plyuslarimiz qolsa, o'zimiz aloqaga chiqamiz, narxlarni qator tushuntirib o'tamiz. Xudo xohlasa o'lchash, o'rnatib dastlabkalari bepul mutlaqo buni o'ziga pul berasiz bo'ldi aka. Telefonda ham ish bitaveradi aka. Ko'rib berasiz, mana xudo xohlasa 25 metr joyga qo'yib berganmiz. O'ta go'zal, egasi ham o'ta xursand bo'ldi. Ishlarimizdan mamnun bo'ldi. Sizlar yoqqan bo'lsa albatta bittadan like tugmasini bosishni unutmanglar. Kanalga yangi o'zi obuna bo'lib qo'yinglar. Videomiz keng tarqalishi uchun. Ko'ringlar aka. Yağlarni ham qo'yib berganmiz. Bu o'zimiz hozir rayonga qo'yib berganmiz aka. 24 Bu yoqda ko'rib, bu yoqda olibdi-da endi. Aloqaga chiqarasiz xudo xohlasa. Mana fonni ko'rinishi. O'ta go'zal chiqqan. Dekabr 2025-yil mana xudo xohlasa ishlar tugat degan jumlaga harakat bo'lyapti, ketdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.